150 milliy diadema yasalishini men sizga tekinga o'rgataman. Bugun challenjimizni 6-kuni. 30 kun davomida challenjda eng aktiv bo'lgan 5 ta qizga o'zimni 150 milliy kursimni sovg'a qilaman. Abadogimizga simni o'rab, ikkitadan durlarimizni o'tkazib olamiz. Keyin shunaqa qilib 5 donadan o'tkazib olamiz. Keyingi miximizga 2 donadan o'tkazib tayyorlab olamiz. Keyin abadogimizga kalsonlarimizni ombur yordamida o'tkazib olamiz. 3 tadan orada durlarimizni tashlab, 4-sidan o'tkazamiz. Keyin bo'lsa shokoldalarimizni o'sib chiqishni boshlaymiz. Agar bundan ham to'liqroq, yaxshiroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu darslikni men bepul darslar kanalimga joylab qo'yganman. Bemalol siz ham qo'shilib o'rgansangiz bo'ladi. Darslik kanal silkasini olish uchun menga obuna bo'lib, Dayretka kanal so'zini yozib qoldiring. Men sizga kanal silkasini tashlab beraman. Bu videoni qo'l mehnatiga qiziqadigan qizlarga tashlab qo'ying.